Assalomu alaykum azizlarim, hammaga xayrli kunlar. Men Umida Gayupova, Faberlik kompaniyasining hozirgi kunda elitni direktoriman. Men Faberlik biznesida ekanligimga 5 ta fakt. Birinchi fakt, albatta mahsulotlari mutlaqo halol va har bir xonadonga, har bir qalbga iliqlik olib kiradi. Bu 100%. Ikkinchi faktim, aynan bizning biznesda har yili bepul sayohatlar. Meni eng nozik nuqtam sayohat. Har bitta ayol kishi ichida zavetnoy mechitasi bo'ladi. Ayniqsa Faberlik kompaniyasi orqasidan bepulga sayohatlarga borish juda ham boshqacha. Va har 21 kunda bir pasta kelib qoladi, oyliklaringizni olasiz. Bu eng zo'r tomoni. Va O'zbekistonda ofitsialniy kirib kelgan eng bemalol seansa bo'ladigan ishonchli kompaniyaligiga 100% kafolat beraman. Eng zo'ri aytaymi nimada? Eng zo'ri barakali biznesda